Assalomualaikum. Xudo xohlasa. 4 soatlik kat yo'limiz bitdi. Aqlli kat yo'l, ko'mirga, gazga moslashgan. Ombori, o'txonasi. Bu yerda mana 120 kilo, 130 kilogacha ko'mir sig'adigan joyi bor. O'z yonib o'zi o'lchadi. Qattiq sovuqda 120 kilo, 130 kilo rasxod qiladi. Teplitsani ichini 15 namorat ushlab beradi. Yonboshdan ko'rinishi. Bo'yi 1.25, eniga 60 sm, uzunligi 1.10. Xo'p, mana uning ko'rinishi. Bu yoqdan mana axlat olinadi, ishchilarni tozalab, bu yoqlarni tozalash uchun ochiladi. Bu tepa eshigi, bu yerdan turban tozalash uchun ochiladi. Endi eshiklari mana suvli bo'ladi. Kuyib ketmasligi uchun, qayishib ketmasligi uchun shunday qilinadi. Mana xudo xohlasa 3-4 kat yo'limiz. Bunisi ham bitib qoldi. Egasiga chiqaramiz. Buni ham eshiklarni qo'yib, kraskasini qilib. Bu yoqda 4 sotiligi. Bunisi ham xudo xohlasa eshiklarni qo'yib, kraska qilsak bitdi. Hammasini sxemasi bir xil. Mana tepa tomonlari, tepa eshik tomoni, bu yoqlari turbali bo'ladi hammasi. Bu yoqlar xuddi tomonlari. Ombori bu ham 130 kilo, 120 kilo sig'imi bor. Omborida turbalari ko'p bo'ladi. Shuni hisobidan tezroq qizdirib, tezroq suv chiqaveradi.